Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Navbatdagi ko'chmas mulkimiz yarim plan hovli joy bo'ladi. Garajına ega Urganch shahrida. Do'stlar, orientiraga keladigan bo'lsak, Hofiz Og'abek Sabirov, Navro'z Sabirovning uyine dim yaqin. Rayhon bozor yonidan shaharning sentridan kirib kelamiz. Do'stlar, ajoyib joy. Birga tanishamiz. Stupenkalar qo'yilgan, gaz, suv, svetda muammo yo'q glani. Maktab, bog'cha yaqin. Ikkili ishlar qo'yilgan bo'ladi. Bismillah deb ichkari qismini tanishamiz. Yog'och pol. Shpakilovka holatida ko'p yashalmagan joy. Natijno qilingan. Chap tomonda rakovinamiz. Ayna va akva. Isitish tizimi va profildan ishlangan. Bu tomonda leshnisamiz. Zal bu tomonda aslında garaj. Görüp o'tdingizlar. Konditsioner bor. Boshlab ketiladi. Bismillah. Bu yerdayni zalimiz. Döşəşdirib versənizlər. İndi fon bərisləmə, atəçin toklaslama, aboy klaslama, ramke uslubunda fon versənizlər də acayip. Tak, dalanam kichkina emas, normalni. Glavni bahasına itibar bənglər şəhərin içində 9'un axırı tandırçı tərəflərdən hem arzon bahada çıxardıq. Katta hovli joy aldılar, yaxshi səbəblərə görə satıb qoyuldu. Bir spalnamiz. Детский спальня. Берде санузелimiz dostlar. Sanuzelde dapatalka kafelle urgan, vannası, aristona, unitazı, bir de profilden isitish tizimleri, portuşkası, kuxnyaga qarab. Berде aşxonamiz. Aşxonada yine kafel fartuklar, kuxonniy mebellar, gaz plita и isitish tizimimiz, отопленiyamiz. Bu yerda dostlar, tak, spalnyamızın aynası arka tomoniga qaragan bo'ladi. Isitish tizimlari bor. Hujjatlari bilan danıştık. 100% to'liq. Doğru adınıza resmileştirib beriladi. Bahasıdım qiziq, oxirida aytamiz. Bu yerda yana bir tapchan, mapchan, mangal, sangal uchun bog'imiz. Kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, 460 milyon so'mga sotib qo'ydik. Kelishilinadi. Prямо egadan xudo xolasa. Aytganimizdan yaxshi maqsadlarga görə sotib qo'yildi, bir katta hovli joy oldilar. Garaji bilan ham danışib beramiz. Yurtdoshlar, like'larni bosinglar. Urganch shahrining ichida do'stlar, marshrutklardan ham muammo yo'q. Berayna bir katta mashinadan sig'adi. Suv cho'chiklar, suv nasozlar shu yerda ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ekranda bahosini yozdik. Ko'rib, danışib telefon urishlaringizni so'raymiz. Omon bo'ling. Keyingi do'klamimizda ko'rishguncha xayr.